Oshqozon va ichaklarimizda bir kecha kunduzda qancha chiqindiq to'planishini bilasizmi? O'rta hisobda har birimiz bir kunda 1 kilo ovqat yeymiz. Lekin ularni qanchasi organizmdan chiqib ketishini bilasizmi? Bu 200 grammga ham bormaydi. Odam ichaklari 3 kun ichida 6 kilodan 18 kilogacha ovqat qoldiqlarini yig'adi. Tanamizda bo'layotgan muammolar hammasi ichakimizdan. Odamzod har xil meva iste'mol qiladi, ovqat iste'mol qiladi, go'sht yeydi, shirinlik yeydi va hokazolar. Masalan, pomidor pusti, bolgarskiyning pusti umuman hazm bo'lmaydi. Ichaklarni devoriga yopishib, mog'orlashib boshlaydi. O'sha zahar moddaga, toksinga aylanadi. Ichakda qanchalik ko'p axlat to'planib qolsa, buyrakka va yana umurtqa pog'onaga og'irlik beradi. Ko'pincha odamlar aytishadi, "Voy, belim og'riyapti, buyragim og'riyapti shekilli" deb. Lekin bu hammasi ichak og'irlashgani dalolat beradi. Ichaklarimiz ifloslanishi gipertoniya kasalligiga olib keladi, allergiya kasalligiga olib keladi, holsizlikka olib keladi, bosh og'riqqa olib keladi, tez charchash bo'ladi. Qon zaharlangandan keyin sahrli diabet kasalligi kelib chiqadi. Har xil infeksion kasalliklar kelib chiqadi. Shunday ekan, har qanday kasalliklardan davolanish uchun oshqozon va ichaklarni tozalash kerak.